Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugun biz sizlar bilan suv resurslarining samarali foydalanish, iste'molchilarga yetkazib berilayotgan suvning hisobini hamda hisobotini yuritish uchun suv o'lchash vositalaridan foydalanib kelmoqdamiz. Biz bugun sizlar bilan Amerika Qo'shma Shtatlarida ishlab chiqarilgan akustik nur doppler vositasi orqali suv o'lchash ishlarini bajarib, suvni hisob-kitob qilish ishlarini, ma'lumotlarni siz bilan bo'lishmoqchimiz. Akustik nur dopplerimiz Bluetooth orqali ishlaydi. Ma'lumotlarni olib, akustik nur dopplerimizni o'zini dasturi bor. Notebookga tortib programma o'rnatilgan holatda yig'ish jarayonlarini bajarib, o'lchov ishlarini amalga oshirishimiz mumkin. Ma'lumotlarni olib, kanalga tushirganimizdan keyin qayg'imizni ma'lumotlarni oladi hamda ma'lumotlarni o'zi jamlab, har bir vertikallarda suvning sarfini, tezligini o'lchab, ma'lumotlar bazasiga berib, o'lchov ishlarini amalga oshiradi. Endi biz sizlar bilan hozir yig'ish jarayonlarini, har bir uskunani o'rnatish joylarini ko'rsatib o'tamiz. Birinchi navbatda o'lchov uskunalarimiz, ya'ni bu o'lchov uskunamiz nur chiqarib, suvning tezligini hamda tubining o'lchamlarini, kanalimizning parametrlarini o'zi nur otib yig'ib, jamlab, dastur orqali kompyuterga beradi. Albatta bu qurilmalarimiz birinchi navbatda to'liq zaryadlangan bo'lishi shart. Batareyka hisobiga ishlaydi. Bitta batareykamiz solgan holatda 5-6 soat suv o'lchash ishlarini amalga oshirishimiz mumkin. Bu qurilmamizda esa o'zining chiroq, ya'ni indikatorlari bor. Har bitta chiqarayotgan nur, batareykaning quvvati, foizi ko'rsatilgan. O'lchov ishlarini boshlaganimizda albatta bu indikator chiroqlariga ahamiyat berishimiz lozim. Biz sizlar bilan hozir simlarni ulagan holatda o'lchov jarayonlari boshlanguncha yig'ish jarayonini ko'rsatib o'tamiz. Qurilmamizni o'rnatish jarayonlarini boshladik. Ya'ni ma'lumotlarni olish uchun buni ham qotirishlarni bajardik. Orqasida har bitta qotiradigan, mustahkamlanadigan qurilmalar mavjud. Buni qotirishlarni bajarib, qayg'imizga o'rnatib qo'yamiz. Bu nur otuvchi sensorimiz bo'ladi. Bu o'zidan nur otib, suvning o'lchamlarini chiqarib beradi. Birinchi navbatda bu qurilmamizning ichiga zaryadlangan batareykani solishimiz kerak. Batareykani soldik. Ishlash jarayonlari boshlandi. Endi simlarimizni o'zining joyiga ulashimiz kerak bo'ladi. Ulandi. Buni ham uladik. Demak, qayg'imizga qo'yib, demak, bu qurilmamiz ham ishlash jarayonida. Yashil chirog'imiz yonsa, yaxshi ishlayotganlik belgisini bildiradi. Demak, ishlash jarayoni boshlandi. Qayg'imizga o'rnatamiz. Bu ma'lumotlarni o'zining dasturi orqali kompyuterga hisob-kitob ishlarini amalga oshirish uchun bu antena qurilmamizni notebookga o'rnatishimiz mumkin. Va o'rnatdik. Hammasi ishlash jarayonida suv o'lchash ishlarini bajarishimiz mumkin. Suv o'lchash qurilmamizni notebookga tortilgan dastur orqali suv o'lchash ishlarini bajarish uchun dasturga bog'lab olamiz. Va suv o'lchash qurilmamizni dastur orqali bog'lash ishlarini bajarishda davom etamiz. Birinchi yoqish tugmasini bosamiz. Suv o'lchash qurilmamizni nur orqali o'lchash ishlarini bajarish uchun demak yoqishni boshladik. Yoqildi, mana bu yerda chiroqlarni ko'rishingiz mumkin. Yashil chiroqda ko'rinib turibdi yoqilganligi va keyingi o'lchayotgan qayg'imizni ma'lumotlarni kiritib berishimiz kerak. Asosiy oynamiz chiqdi. Demak, birinchi yoqilgan yashil chirog'imiz ko'rinib turibdi. Qolganlari bo'lsa qizil X chirog'da turibdi. Biz bularni ham yashil chiroqni yoqib, o'lchov ishlarini boshlashimiz mumkin. Asosiy oynamizning tepa chap taraf qismida to'xtatish, boshlash bo'limlari bor. Bu yerda asosiy bo'limlarni to'ldirib bo'lganimizdan keyin suv o'lchash ishlariga tayyorlashsak bo'ladi. Va bu oynamizda esa suv o'lchash jarayonida to'g'ridan to'g'ri suvning sarfini, chuqurligini, suvning haroratini ko'rsatib o'lchashlarini davom ettiradi. Bu yerda esa chuqurlikni, chizmalarini hamda kanalimizning tubining chizmalarini chizib ko'rsatib o'lchash ishlarini davom etadi. Biz keyingi bo'limga o'tdik.
Buni ham yashil chirog'ini yoqishimiz kerak. Bu ham mana yondi, tayyor. Keyingisiga o'tamiz. Keyingi bo'limimizda suv sarfini o'lchamoqchi bo'lgan kanalimizning nomini yozamiz. Sizza kanali. Suv o'lchayotgan kanalimizning kengligiga qarab turib vertikallar olamiz. Suv sarfini yana ham aniqroq hisoblash uchun vertikallarni ko'proq olish tavsiya etiladi. Biz 10 ta vertikal tanlab oldik va yozdik. Holatimiz suvimiz barqaror, oqim yaxshi, loqaliklari kamroq bo'lgan kanalimiz holatini yaxshi deb baholasak bo'ladi. Suv o'lchash qurilmamiz orqali suv o'lchashlarni bajargan operatorimiz ismini yozib ketamiz. Suv o'lchanayotgan qayiqimizni yozamiz. Ya'ni qayiqimiz yozdik. Suv o'lchashlarini boshlaganimiz uchun birinchi raqamni qo'yamiz. Bo'limimizda esa suv sathini ko'rsatib turuvchi rega santimetrni yozamiz. Demak, bizda 68 santimetrni ko'rsatdi. So'nggi bo'limimizda esa kunning ikkinchi yarmida yo quyoshlikda ob-havo sharoitiga qarab kommentariy qilishimiz mumkin. Biz kunning ikkinchi yarmida o'lchaganimiz uchun quyoshli yozib qo'yishimiz mumkin. Yoki o'zingizga ma'qul kelgan birorta misol tariqasida yozib ketishingiz mumkin. Vaqtimizni. Demak, bunimiz ham yondi, yashil chirog'imiz. Endi keyingi bo'limga o'tamiz. Bu kalibrovka jarayoni. Suv o'lchayotgan kanalimizni, albatta suv o'lchashlardan oldin qayiqimizni kalibrovka ishlarini qilishimiz shart. Ya'ni kalibrovkamiz 60 soniya ichida 360 gradus aylanib joyiga qaytishi kerak. Kalibrovka ishlarini boshlaganimizda start tugmasini bosamiz. Start tugmasi orqali kalibrovkani boshlab, har 15 sekundda 90 gradus burilgan holatda 60 sekundda 360 gradus aylanib o'tishimiz kerak. Start tugmasini bosgan holatda kalibrovkani boshlaymiz. Kalibrovka qilish jarayonida to'siqlar bo'lmasligi kerak. Tepasi ochiq osmon ostida kalibrovka ishlarini bajarilishi lozim. Dastur orqali start tugmasini bosdik va kalibrovka jarayonini boshladik. Kalibrovka jarayonimiz yakunlandi. Kalibrovka bo'lganda, kalibrovkamizning ko'rsatkichi 0,1 dan ortib ketmasligi kerak. Bizning kalibrovka jarayonimiz 0,08 ni tashkil qildi. 360 aylana bo'ylab kalibrovkani hisobga olsak bo'ladi. Kalibrovkamizning mana yashil chirog'i ham yondi, ya'ni galskasi. Keyingi bo'limimiz esa o'lchanayotgan qayiqimizning ma'lumotlarini beramiz. Demak, o'lchanayotgan qayiqimizdan nur orqali ma'lumotlarni oluvchi qurilmamiz 6 cm pastga tushgan. Buni kiritdik mana. Bu yerda esa magnitning og'ish burchagi, ya'ni kompas ko'rsatayotgan shimoldan haqiqiy shimolga og'ish burchagini yozib berishimiz kerak. Buni Google qurilmasi orqali ham topishimiz mumkin. Har bir viloyatda, har bir tumanda suv o'lchayotgan joyimizning magnitning og'ish burchagi ko'rsatib o'tiladi va biz buni albatta kirib berishimiz shart. Bu ham zarur qurilma hisoblanadi. Biz o'lchayotgan kanalimizning magnit og'ish burchagi 5,3 gradusni tashkil qildi va biz 5,3 gradusni yozdik va buni ham yoqdik. Mana yashil galchkamiz yondi. Keyingi bo'limga o'tamiz. Keyingi bo'limimizga kirib o'lchanayotgan kanalimizning chap qirg'og'idan yoki o'ng qirg'og'idan o'lchov ishlarini bajaramiz. Biz birinchi o'ng qirg'og'idan belgilab oldik. O'ng qirg'og'ini belgilab oldik va o'lchash ishlari boshlanguncha suvga tushirgan qayiqimiz o'ng qirg'oqdan necha santimetr uzoqligidaligini belgilab olishimiz uchun o'lchamlarni olamiz. Biz o'lchamoqchi bo'lgan kanalimizda suv o'lchayotgan qayiqimiz o'ng qirg'oqdan 30 santimetr uzoqlikda va 30 santimetr qilib yozib oldik. Chap qirg'oq belgilab oldik va chap qirg'oqni ham belgilab olamiz. Suv o'lchayotgan kanalimiz trapetsiyasimon bo'lgani uchun qiyaliklarini uklon yozuvini qo'yib oldik.
agar tik devorli bo'ladigan bo'lsa, vertikal qirg'oq deb ketib ketishimiz mumkin. Bizning suv o'lchayotgan kanalimiz trapetsiyasimon bo'lgani uchun uklon yozuvini kiritib o'tdik va buni ham yashil chiroqqa o'tkazdik. Mana bu yerda asosiy ekranni ko'rishimiz mumkin. Hamma yashil chiroqlar. Ma'lumotlarni to'ldirganimizda bu yerda saqlash ishlari bajarilgan. O'ng qirg'oqdan bo'lgacha masofani kiritib ketganmiz. Va keyingi bo'limlarimiz esa to'g'ridan to'g'ri ma'lumotlarni oladi. Buni o'zgartirishimiz qachon o'zgartiramiz? Agar suvimizning sathi juda ham pastroq bo'lsa, ya'ni 10 sm atrofida yoki suvimizning loyqalik darajasi yuqori bo'lsa, bu ma'lumotlarni o'zgartirishimiz tavsiya etiladi. Demak, suv o'lchash qurilmamizni dasturga bog'lab oldik. Endi suv o'lchashlarini bajarishimiz mumkin. Suv o'lchashlarni bajarishimiz uchun asosiy oynamizning tepa chap qismida start zamiri tugmasini bosib, suv o'lchashlarini bajaramiz. O'lchov ishlarini qayd qilish boshlandi. O'lchov ishlarimiz 12 minutni tashkil etish tavsiya etiladi. Va qirg'oqni almashtiramiz. Demak, chap qirg'oqdan o'ng qirg'oqqa o'lchov ishlarini boshlaymiz. Chizmalar chizgan holatda o'lchov ishlarini, suvning tezligini o'lchash jarayonlari davom etmoqda va qirg'og'imizga yetib keldi. O'lchov ishlarini yakunlab O'lchov varaqimizni to'g'ridan to'g'ri chiqarib olishimiz uchun eksport tugmasini bosamiz. Tugmasini bosdik. Bu yerda mana отчет сводки bo'limi ko'rinib turibdi. Biz bundan bosib o'lchov varaqimizni to'g'ridan to'g'ri pechatga berishimiz mumkin yoki PDF formatida saqlanib qilib olishimiz ham mumkin. Biz saqlanib tugmasini bosdik. Saqlanib PDF tugmasini bosdik va tanlab olgan notebookimizga ochilgan papkasiga to'g'ridan to'g'ri saqlash ishlarini bajardik. Va biz belgilab olgan papkamizga saqlash ishlari bajariladi. Mana saqlash ishlari bajarildi. Va saqlanganini biz xotiraga olib qo'yishimiz ham mumkin yoki pechatga chiqarishimiz ham mumkin. Mana buni pechatga bersak, pechat holatida ham chiqarib beradi saqlangan ma'lumotlarimizni. Shu bilan o'lchov ishlarini yakunlagan deb hisoblasak bo'ladi. Hurmatli tinglovchilar, sizga kanalimizda suv o'lchash jarayonlarini yakunladik va o'lchov natijalarini o'lchov varag'iga dastur orqali qayd qilgan holatda saqlash tugmasini bosib o'lchov varag'ini saqlab qo'ydik. Sizlar bilan suv o'lchash qurilmamizni dasturga ulash va o'lchash jarayonlari to'g'risida ma'lumotlarni berib o'tdik. Biz ekranlarimizda savollaringiz uchun telefon raqamlarimizni qoldiramiz. Tushunmagan savollar bo'yicha aloqaga chiqishingiz mumkin va batafsil ma'lumotlarni yanada berib o'tishga harakat qilamiz.